$20,000 pulingiz bo'lsa nima qilasiz? Mashina olardim birinchilarda. Qanaqa mashina? 20,000 ga trekker berardim. Любой mashina. Trekker agar bersa trekker yomasa qancha ko'p. Xullas, Marat bizga uy soldi. Bexazil. Mana. Ya, endi o'tda qarang, meni ism familiyam yozilgan, o'qib ism familiyam yozilgan. Komandaga deb xullas berilgan uy 1,120,000,000 turadigan uy. 94 kvadrat. Sizgami? Yo'q. Bu komandaga. Shuning uchun 20 sizga qoldi. Bo'lamizmi? Buni sotamiz. Voy. Yo shunga xos yo'q qilamizmi? Nimaga? Shunga chaqirdik senga 20 Ha, demak 20 to'g'ri ekan borlar-da. Eshitdim. Aniq. To'xtang, endi sizdan ham so'rashim kerak. Men Davronni ham qo'shdim. Davronni ham qo'shdim. Ha, 5 jamoani aniq bitta egasida, haligi 5 tani biri. Sotib aniq 20 ming olamiz. O'g'ilda mashinalarga mog'ul. Endi men aytaymi? Aytasan. Xotirdim. Xullas, bu jamoani uyi edi. Aha. Jamoaga berilgan edi. Mana jamoani uyi edi, jamoani uyi. Jamoa kelishib birozdan mana shu uyni tayyor chimtirgan. Bo'lib tashlamasdan bitta odamga beraylik, jamoamizdagi bizni aziz singil jonimizga beraylik deb 4 ta akangiz mana shu uyga sizga ravo ko'rdik. Bu bitta o'zingizga ataladi. Singil. Avvalo Maratga rahmat, Akbar, Baxtli, Davron, man. Unaqa qilmaylar, unaqa. Mana qarang. Mana qarang. Nimaga nimani bildirmasdingiz siz? Kvartirada turishingizni bildirmasdingiz. Shunday imkoniyatlarimiz bor, nima siz kvartirada yashashingiz kerak? Malika, bu xullas siz san'atga, ijodga kerak bo'lsa hayotingizni baxshida qilib yuborganligingiz uchun. Bu bizni jamoamizning kattasi, bizni vijdonimiz Asadillardan chiqqan taklif va biz hamma akalaringiz birdan rozimiz. Alloh xayrli qilsin, muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Buyursin Malika. Senga aytuvdim, bolalaring ko'tarib bekor yurmayapsan deb syomkalarda. Arziysiz. Zayd tekshiriz.